Yo'qsiz? Bu avtotrenirovka bu, avtoshkola bu. Yo'q, okay, uzr. Bu traktörçü kim edi bu? Und zu diesem Zweck müssen wir zu einem zurückkehren. Zu Ordnung und Disziplin. Warum? Made in Germany. Das war mal ein Begriff. Die Welt hat uns bewundert. Für unsere Produkte, für unseren Erfindungsreichtum. Und zu diesem Zweck müssen wir zu einem zurückkehren. Zu Ordnung und Disziplin. Warum? Mana avtoshkola o'chirgan ekan. Albatta qo'yib Nima to'g'ri ketdi? Voy, assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz, tuzimisiz? Tuzimisiz, charchamayapsizlarmi aka? Gap yo'q, zo'r joyga ochibsizlar, bor avtoshkolani aka. Nima? Bizda bu yerda mana podpishchilarimga nima uslugaringiz bor bo'lsin, aka aytingchi? Bizda aka ayol kishilarga ayol instruktorimiz bor, 100% ga kafolatga ega bo'lgan. Yana uydan uyiga olib borib, olib kelib qo'yuvchi xizmatlarimiz bor. Rus tilida va o'zbek tilida darslarimiz bor. Imtihonga 100% tayyorlov kurslari bu yerda. Yana A, B kategoriya sertifikatlariga ham ega. Xudo xolasa, kelinglar, o'qinglar. Mana kitob sotib olmaysizlar, xudo xolasa kitoblarimiz bor. Aka, lokatsiyani bir aytib keting. C1 da domlar orasida, 17-domda tartib o'ynamasida. Kelinglar, o'qinglar, pravani olinglar. Bo'ldi. Sog' bo'ling aka, rahmat.